Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 31-mart 2026-yil. Xudo xolos navbatdagi stanogimiz Andijon shahriga yo'l olyapti. Bu stanogimizga qo'shib ikkita qolip qo'shib berganmiz. Mana 490 ga 95. Tak bu. Bitta qolip ikkiga bo'lingan holati. Bunisi esa 330 ga 11.6. Bu esa 3 ta holatga bo'lingan qolipimiz. Stanoklarimiz o'sha. Tepasi kanalizatsiya truba, ichida tassatsiya truba, ichidagisi esa, tagidagisi esa bu ham tassatsiya truba. Kimga shunaqa stanoklarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa yasab beramiz. O'sha pichog'imiz premium qalin qora pichoqda. Orqalarini ko'rsatib qo'yaman sizlarga, kamera ko'rinib turadigan pichoq bo'ladi. O'z seximizda boshqa ishlarni ham qilamiz. Mashina обработка, головка, nima kerak bo'lsa ishlar qilinadi. Hammalarga rahmat. Kim kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, yasab beramiz.